Biz doimo do'stlarimiz uchun borimizni berdik. Lekin do'stlarimiz bizdek insonga loyiq emas ekan. Hozir kunda 500 milliondan ko'proq musulmonlar u kishini yo'liga ergashadigan Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh ustozlari Hammod bo'lgan. U kishi aytadilarki, men ustozimning hurmatidan Hammodning uylari taraf oyog'imni uzatmadim dedilar. Vaholanki Hammod bilan meni uyimning orasida 7 ta mahalla bor edi. Biz bilamizki, biz qibla tarafi ulug'lab oyoq uzatmaymiz, to'g'rimi? Lekin Abu Hanifa ustozlarini ulug'lab hurmatlaridan u kishini uylari taraf oyoq uzatmagan ekanlar. Mana hurmat qanaqa bo'lgan. Men she'ragan duolarini olganman. E'tibor bering azizlar, hatto roza tutsa ham, namoz o'qisa ham, men musulmonman deyotgan bo'lsa ham, mana shu 3 ta xislat o'sha odamda bor ekan, u odamda munofiqlik bor dedilar. Bu 3 ta xislat qaysi? Rasululloh alayhisalom aytdilar. Ida hadatha kadiba. Agar gapirsa, yolg'on gapiradi. Va ida u'timina xona. Agar omonat berilinsa, omonatga xiyonat qiladi. Va ida va'ada akhlafa. Va'da bersa, xilof qiladi. Ravahul Bayhaqi, Imom Bayhaqi rivoyat qilgan bu hadis. Men mabodo sen o'zing yakka konsert bergan bo'lganingda men hayotda bormasdim. Men seni ashulangni eshitadigan ashulachi emasman. Men ustozimni ashulalarini xotirlab aytganing uchun bordim. Men ustozim uchun ustoz men uchun buyuk inson. Imom Buxoriy yoshliklarida eslab aytganlar. Yoshligimda hadis sotlash uchun ustozga chiqardik. Ustoz dars o'tardilar, men yodlab o'tirardim. Goh-gohida ustozimiz dars o'tayotgan joylarida o'rnalaridan turib olardilar. Hayron qolardim, keyin yana o'tirib olardilar. Keyin bir kun dars tugadi. Ustozim oldiga borib so'radi. Ustoz, nega aynan shunday qildingiz? Ya'ni 2-3 marta o'rningizdan turdingiz, yana o'tirib oldingiz. Ko'chani ko'rsatadilar ustozlar. O'sha yerda bolalar o'ynab yugurib yuradi. O'sha yerda men ustozimning nevarasi ham o'ynab yugurdi. Eshigimning oldida kelganida o'sha bola. Agar hozir xonamga kirib qolsa, ustozimga nisbatan hurmatsizlik bo'lmasin deb o'rnimdan turib kutib olishni xohladim dedilar. Ya'ni ustoz emas, ustozi nevarasiga bo'lgan munosabat ustozi hurmatidan-da. Ya'ni ular ustozni shu darajada qattiq hurmat qilishgan. Men she'ragan duolarini olganman. Men she'ragan duolarini olganman. Men she'ragan duolarini olganman. Biz doimo do'stlarimiz uchun borimizni berdik. Lekin do'stlarimiz bizdek insonga loyiq emas ekan.